Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan vaqt va uch o'lchamli geografik ma'lumotlar to'g'risida suhbatlashib olamiz. Ushbu mavzuda uch o'lchamli geografik ma'lumotlarning umumiy jihatlari keltirilgan. Uch o'lchamli ma'lumotlarni tasvirlash uchun zarur bo'lgan talablar, nuqtali va chiziqli uch o'lchamli geografik obyektlar, geografik yuzalar, yaxlit geografik obyektlar, 2 va 3 o'lchamga to'g'ri keluvchi geografik turlar, 3 o'lchamli tasvirlashning amaliyotda qo'llanilishi va geografik ma'lumotlarning davriylik va o'zgaruvchanlik xususiyatlari to'g'risida suhbatlashib olishimiz mumkin. Geografik ma'lumotlarning umumiy jihatlarini to'xtalib o'tsak, yuqorida aytganimizdek, demak, ushbu mavzumizning birinchi bo'limida fazoviy bir tomondan zamonaviy fazoviy infratuzilmalar xalqaro standartlarga asoslangan fazoviy tasvirlash modellarini ko'rib chiqsak, ikkinchi tomondan geografik ma'lumotlarning davriy yechimi to'g'risida tanishib o'tamiz. Uch o'lchamli ma'lumotni tasvirlash uchun qo'llanilgan talablar. Bu yerda uch o'lchamli nuqtali bulut point cloud usuli, uch o'lchamli chiziqli obyektlarni tasvirlash masalasi, uch o'lchamli teksiz bo'lgan sirtlarni ifodalash, uch o'lchamli noto'g'ri deyarli tartibsiz shakllarni ifodalash va uch o'lchamli tartibli geografik yuzalarni tasvirlash to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Uch o'lchamli geografik nuqtali va chiziqli uch o'lchamli geografik obyektlar. Bu yerda nuqtali va chiziqli uch o'lchamli geografik obyektlarni tasvirlashdagi muammo va ularning yengillik xususiyatlari to'g'risida umumiy ma'lumotlar keltirilgan. Geografik yuzalar uch o'lchamda tasvirlashning bir qancha metodlari bor. Bu ikki yarim va uch o'lchamli fazoda tasvirlanishi. Masalan, 2,5 o'lcham bu telefon, smartfonlarning yuzasida, masalan, tog', mototsikl, mashina yoki ularni uch o'lchamda G kabi ko'rish mumkin, lekin faqatgina ularning 3-Z o'lchami qiymati barcha balandliklar uchun, barcha obyektlar uchun bir xilda bo'ladi. Chunki teksizda chegaralanadi. Uch o'lchamni o'zida, ya'ni 2,5 emas, 3 o'lchamli tasvirlash esa quyidagi usullar orqali amalga oshiriladi. Masalan, karkaslar orqali. Bunda obyektlarning yuzasini tasvirlash maqsadida chekka qismlarning o'zaro bog'langan tizimini ifodalash orqali shakllantiriladi. Masalan, uzluksiz yuzalarni tasvirlash uchun, o'zaro bog'langan yuzalarni tasvirlash uchun, tekis yuzali ko'p burchakli modelni tasvirlash uchun. Bu yerda ko'p uch o'lchamdan foydalanib, tekis yuzali ko'p burchakli modelda geografik obyektlarni tasvirlash uchun zarur bo'lgan talablar ham keltirib o'tilgan. Ya'ni har bir yuza cheklangan sonli o'zaro bog'langan chekka tomonlardan hosil bo'lgan ko'p burchak chiziqli poligondan iborat bo'lishi kerak. Har bir tomon ikkita chiziqni birlashtiruvchi ikkita nuqta orqali aniqlanishi kerak. Agar obyekt parchalanmagan bo'lsa, qo'shni yuzalarning chegaralari bo'ylab uzluksizlik talab qilinadi. Bitta obyektning yuzalari o'zaro kesishmasligi lozim bo'ladi. Yaxlit geografik obyektlar. Bu yerda konstruktiv yaxlit geometrik shakllar yig'indisi 8 talik daraxti yoki o'qta dereva usuli fazoviy hududlarni bog'lash, hisoblash masalasi, kataklarni qayta shakllantirish, ko'chirib tasvirlash va chegaralarni tasvirlash orqali uch o'lchamli geografik ma'lumotlarni shakllantirish haqida batafsil ma'lumotlar bor. Bu yerda fazoviy hududlarni hisoblash uchun qo'yiladigan talablar keltirib o'tilgan. Yaxlit geografik obyektlarning namoyon bo'lishi uchun qo'yiladigan talablar keltirilgan. Konstruktiv yaxlit geometrik shakllar yig'indisini tasvirlash usuli haqida ma'lumotlar berilgan. Masalan, yana ko'chirib tasvirlash. Bu yerda ekrandagi stakanga e'tibor bersangiz, bu yerdagi chiziqni bir o'q yuzasida aylantirish orqali uch o'lchamli model shakllantiriladi yoki ko'chirish orqali, surish orqali bir obyektni uch o'lchamli tasvir hosil qilinadi. Bu faqat voqea va hodisalarni, geografik obyektlarni uch o'lchamda tasvirlashning usullaridan birisi hisoblanadi. Masalan, bu yerda chegaralarni tasvirlash usuli yoki BREP metodida ham nomlanadi. BREP bu qisqartmasi, 8 talik tasvirlash usuli. Bu ham uch o'lchamli geografik obyektlarni tasvirlashda, ya'ni yoki geografik obyektlarni uch o'lchamda tasvirlash uchun qo'llaniladigan metodlardan birisi hisoblanadi. Bu metodlardan qayerda foydalanishimiz mumkin bo'ladi? Geologiya, konchilikda, tunnellar, shaxta quduqlari, ustunlar, buruq teshiklari,
bilan tasvirlash uchun ishlatishimiz mumkin. Yer ostida vulkanlarning tarqalishidan tasvirlash uchun masalan qirra daraxt usulidan foydalanishimiz mumkin. Geologiya va konchilik ishlarida boolean tizimli amallarning qirra daraxti yoki sakkiztalik orqali tasvirlanishi namoyon bo'lishi mumkin. Shaharlar geomorfologiyasini tasvirlashda qo'llash mumkin bo'ladi va shu bilan birga kadastr tizimida ham keng qo'llash uchun foydalanish mumkin bo'ladi. Va albatta o'quv kursina bog'liq ravishda atrof muhitning ifloslanishini tasvirlash, tuproqning ifloslanish darajasini o'rganish bo'yicha ham uch o'lchamli modellarni shakllantirish bu mavjud muammolar yechimini topishda optimal yondashuv desa ham bo'ladi. Quyidagi internet linki orqali uch o'lchamli modellardan foydalanib atrof muhitni muhofaza qilish yoki atrof muhit holatini bashorat qilish ishlarini o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Geografik ma'lumotlar davriy o'zgaruvchanlik bo'ladi. Umuman hali shu kungacha insoniyat vaqtni nisbiyligi bo'yicha ko'plab vaqt nisbiy bo'lib, u bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib bormoqda va haligacha uning yagona yechimini topgan emas. Har qanday masalan bu yerda vaqt fazo matritsasi bo'yicha Berrining nazariyalari keltirib o'tilgan, ya'ni geografik obyektlarning vaqt davomida o'zgarishi, masalan ichki xususiyatlari, tashqi xususiyatlari, vaqtinchalik, xulq-atvor va sifat bo'yicha o'zgarishi geografik obyektlarni tasvirlab o'tilgan. Talabalar bu bo'yicha batafsil ma'lumot olishi mumkin va quyidagi internet linklari orqali va keltirilgan adabiyotlardan foydalanib ushbu mavzular bo'yicha yaqindan tanishib olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.